Sonli ketma-ketlik va uning limiti. Agar har bir natural son n ga biror haqiqiy xn soni mos qo'yilgan bo'lsa, u holda x1, x2 va hokazo xn va hokazo sonli ketma-ketlik berilgan deyiladi. Ketma-ketlik qisqacha bu ko'rinishda belgilanadi. Ketma-ketlikning qiymatlari to'plami chekli yoki cheksiz, hadlari to'plami hamma vaqt cheksiz to'plamdan iborat. Masalan, xn barobar -1 darajasi n ketma-ketlikning hadlari to'plami cheksiz, qiymatlari to'plami esa chekli, ya'ni -1 va 1 dan iborat. xn barobar n kvadrat ketma-ketlikning hadlari to'plami ham, qiymatlari to'plami ham cheksiz to'plamdan iborat. Alohida ta'kidlash kerakki, ketma-ketlikning hadlari hech bo'lmaganda bir-biridan indeksi bilan farq qiladi. Sonli ketma-ketlik limitining ta'rifi. Bu yerda ketma-ketlik limitining ta'rifi va uning geometrik talqinini keltiramiz. Ta'rifdagi xn - a ning moduli kichik epsilon tengsizlik ixtiyoriy n0 dan katta n'lar uchun xn qarashli a - epsilon a plus epsilon munosabatining bajarilishiga ekvivalent. Bu yerda a - epsilon a plus epsilon intervalni a nuqtaning epsilon atrofi deymiz. Bu ta'rifdan ko'rinib turibdiki, ketma-ketlikning n0 dan katta barcha hadlari a nuqtaning epsilon atrofida, ya'ni a - epsilon a plus epsilon atrofida yotar ekan. Tashqarisida cheklita hadi qolar ekan, ya'ni x1, x2 va hokazo xn0 ta hadi qolar ekan. Quyidagi misolni qaraylik. Bu yerda dastlab xn - 0 ning moduli kichik epsilon tengsizlikka e'tibor qaratamiz. 1/n kichik epsilon tengsizlik n 1 epsilondan katta bo'lganda bajariladi. Shuning uchun n0 sifatida 1 epsilonning butun qismi olinadi. Ixtiyoriy n0 dan katta n'lar uchun 1 n ning moduli kichik epsilon tengsizlik bajariladi. Ya'ni epsilonni ixtiyoriy tanlamaylik. Ketma-ketlikning n0 dan katta barcha hadlari 0 ning epsilon atrofi 0 minus epsilon 0 plus epsilon, ya'ni minus epsilon va epsilon intervalda yotadi. Intervalning tashqarisida cheklita hadi qoladi. Masalan, epsilon 1 ga teng bo'lsin. U holda n0 1 ga teng bo'ladi. Demak, minus epsilon va epsilon interval bu holatda minus 1 va 1 intervalga teng. Ko'rib turganingizdek, ketma-ketlikning birdan katta barcha hadlari minus 1 va 1 intervalda joylashadi. Faqat birinchi hadi x1 minus 1 va 1 intervalning tashqarisida joylashadi. Epsilonni 1/10 deb tanlab olaylik. U holda n0 10 ga teng. Demak, minus epsilon va epsilon interval bu holatda minus 1/10 va 1/10 intervalga teng. Ko'rishimiz mumkinki,
Ketma-ketlikning birinchi hadidan 10-chi hadigacha minus 1 taqsim 10 1 taqsim 10 intervaldan tashqarida 11-chi hadidan boshlab barcha hadlari minus 1 taqsim 10 1 taqsim 10 intervalning ichida yotibdi.